Shu o'rinda tomoshabinlarimizga oshxona qurishda birinchi e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar haqida ma'lumot berib ketaylik. Bo'ldi. Do'stlarimiz sizlarga sir asrorlarini ataylab gapirib beraman. Mana shu oshxonamiz 6 ga 4. 6 ga 4 mana bu yerda loyiha qilayotgan jarayonni o'zida eshikni bu yoqqa surib qo'yish kerak. Mana eshikni qanchaga surish kerak desa 80-90 sm ga sursa adashmaydi. Kamida 90 sm. Chunki mana bu yerda mana 60 stolechniца bo'lsa, холодильник 70 bo'lsa, mana bu yerda yana 30 sm joy qolyapti. Bizda 1 metr surib qo'yganmiz eshikni. Agar eshik bu yoqqa taqalgan bo'lganda, kuxonniy mebellar qilib bo'lmasdi. Keyin do'stlarimizlar bu joyda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu o'stirif alohida qilingan. Ya'ni o'stirifimiz mana bu yerda, mana men enimdan tursam, mana shu yelkamdan sal kengroq o'stirifda. Shunda tayyorlab, shunda qo'yishga juda ham qulay. Masalan, shoshib turgan odam bu yerda zavtrak qilib ketsa ham bo'ladi. Keyin stolechnicamiz oppoq bo'lib turib, kelib polga tushib ketgan. Bu stolechnicani yana ham kengroq ko'rsatadi va stolechnicada mikrovalnovka qo'yilgan. Shunda narsa isitib shu yerda o'zida tayyorlab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni singlari yoki qizlarimdan uy bekasi bemalol shu yerda narsa tayyorlasa, hovliga qarab tayyorlashi mumkin. Bundan tashqari bitta aytadigan narsamiz, bu oq bilan oq qilingan, keyin farqi ham oq qilingan. Ya'ni temniy fasad olinganda stolechnica oq qilinadi. Mana холодильник, yonida moyka, keyin gaz plita bo'ladi. Bu qonun qoida deb hisoblanadi. Lekin bu yerda mana bu yerda moykani bu yoqqa olingan. Bu mutlaq qoida emas, vaziyatdan uy egasini xohish istaklaridan moyka u yoqqa bu yoqqa olinishi ham mumkin. Yana bitta narsani aytmoqchiman do'stlarim, bir xil mana oshxona qildirishayotganda oshxonani ovqat pishiradigan tarafini oyna tarafga qilishadi, o'tiradigan joyi bu yoqqa qilib qo'yishadi. Shuni loyiha qilayotganda bizga gapirsa ham, gapga tushunmasdan shunaqa chizib bering deb turib olishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Eshikdan kiraverishda albatta oshxona hududi bo'lishi kerak, pishiruv hududi. Oyna tarafda o'tiradigan joy bo'lishi kerak. Chunki bu oyoq ostiga o'xshagan joyda, bu yerda o'tirsa odam, anta kirayotganda xalaqit qilsa, turgisi keladi, xotirjam o'tira olmaydi. Shuning uchun o'tiradigan joy xotirjam joyga olish kerak edi. Bu yerda yurib tayyorlab olib beradigan joyi, mana shu eshikdan kiraverishi yoniga qo'yish bu qoida. Albatta shuni hisobga olinglar.